Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada, uyda. Boy ko'gininglardak bugun ajoyib tumanliq, sovuq bir kun bo'lib o'tadi. Şuna uyda o'ltirib bir asar o'qib beray dedim. Qo'limda dangliq olim, faylasuf marhum Abdushukur Muhammad Eminning Qadimki Markaziy Osiyo nomli kitobi. Mazkur kitob 2002-yil Xalq nashriyoti tarafidan tunji qitim nashr qilingan. Bu kitob mundaq 3 bo'limga bo'lingan. Birinchi bo'lim ibtidoiy Turan jamiyati. Ikkinchi bo'lim qadimki Turanda Hun, To'xar va iftalik saltanatlari. Üçüncü bölüm dastlabki o'rta asr Turan xonliqlari. Bu kitobning ilmiyligi favqulodda yuqori. Shunga bu kitobni to'liq o'qib berish niyatim yo'q, ammo bu kitobning birinchi bo'limi ibtidoiy Turan jamiyatidagi birinchi bob Markaziy Osiyoda qadimki madaniyatning boshlanishi deki birinchi kichik tema. Qadimki madaniyatning jug'rafiyalik muhiti. Sizlarga mushu bo'limni biroz qisqartib o'qib berishni o'yladim. Chunki bu bo'lim orqali vatan degan nima degan savolga nihoyatda yaxshi javob topa olamiz. Lekin bu bo'lim sal uzunroq, shunga qisqartib o'qib beraman. Xo'sh, başlayalım. Qadimki madaniyatning jug'rafiyalik muhiti. Yer sharining kishilik hayoti uchun zarur muhiti biologiyalik taraqqiyotning yuqori darajalik hayvonot turkumlarga mos yashash sharoitlari maydonga kelgandan keyin shakllandi. O'xshashla o'simlik, hayvonot, bo'libmi yuqori darajalik hayvonotlarning yashash sharoitlarining tadrijiy halokatga yo'slinishiga ergishib, tabiiy holda insonning hayot sharoitlari oxirlashishi mumkin. Agar osmon jismlari hodisalari tufaylidan zaminda virusdan insongacha bo'lgan jonliq jism halokati yuz bermay, yer sharidagi kishilik hayotiy shartlari buzilishi tufayli insoniyat halokati yuz bergandan keyinmi, kishilikdan ilgari paydo bo'lgan ve hayat talaplari kishilikdan töven bo'lgan jonliqlar yana bir mezgil yashashi tabiiy. Shunda qilib ma'lum bo'ldiki, insoniyat xuddi har bir shaxsdek ikki yo'qliq orasida o'z hayotini, o'z tarixini yaratadi. Hayot musofasida yaxshilik bilan shug'ullanmoq har bir odam umridagi eng oliy maqsad qilinishi lozim bo'lganidek, kishilik tarixiga nuroni to'kib qo'shmoq har bir xalqning muqaddas burchi va oliy iftixoridir. Vatan tushunchasi o'xshamagan davrlarda har xil ma'noda bo'lib keldi. U keyincha hukmronlik saltanatlari tarafidan ularning amr farmonlari daxlsiz bo'lgan davlatlar yoki davlatlar birlashmasidagi har xil xalqlar va millatlarga o'rtaq rishta sifatida ta'kidlandi. Shunday bo'lishiga qaramay, butkul insoniyat madaniyatshunosligi shu narsani e'tirof qiladi-ki, vatan ikki qatomliq ma'nodagi etnologiyalik tamg'a va ongdir. Birinchidan, har bir kishining o'z ajdod va avlodi bilan yashab kelgan makon, ya'ni jug'rafiyalik chembaridir. Bu tabiiy jug'rafiyalik, tarixiy jug'rafiyalik, real ijtimoiy jug'rafiyalik makon chembari bo'lib, vatan kategoriyasining tashqi shartini ko'rsatadi. Har bir tug'ilgan farzand mushu makon chambarida ko'z yoritadi. Ikkinchidan, har bir kishining o'z ajdod va avlod bilan yaratgan, varislik qilgan milliy madaniyat tipi, etnik ruhiyat xazinasi, ya'ni til, folklor, adabiyot san'at, urf odat, iqtisodiy turmush rejasi, milliy tarixi,
aqida mizonlari, faxr iftixori va or nomus odatlaridan hosil bo'lgan milliyatlik chembara bo'lib, bu vatan kategoriyasining ishki shartlarini ko'rsatadi. Har bir tug'ilgan farzand mushu milliyatlik chembariga tug'iladi. Uningdan halq chiqib ketolmaydi. Har bir odam muayyan vatan va milliyatlikka tabe bo'lib, bu uning butun biologiyalik tuzilmasi, ijtimoiy xarakteriga yoshirun ong, tug'ma, jismoniy va hissiy tanqi bosgan bo'ladi. Uning qandoq va qanchalik odam bo'la olishi umuman u yashagan tarix mazgilidagi vatan va milliyatlik qimmatiga bog'langan. Vatan xuddi ona qilibdak o'z farzandlarini yaratadi. O'xshashla uning farzandlari ona vatanning hol ahvoli, qimmat e'tibori va taqdir qismatlarini yaratadi. Har kim, har oila o'z hol farzandlariga yarasha yashaganidek, har bir millatmi hammadan ilgari ishki sabablari, o'z turkumining hol fazilatlariga yarasha taqdir qismat kechiradi. Vatanni tashkil qilguvchi tashqi makon va ishki milliyatlikdan iborat ikki omilda hal qilguvchi omil ishki milliyatlikdir. Agar bu omil tarqoq, nodon va jaholat ichida qolgan bo'lsa, tashqi jug'rafiyalik makon omili istilo va dapsanda panjasida o'z fazilatlariga zid vositaga aylanadi. Ro'shanki milliyatlik tipik xoslikqa va shu sababli boshqa milliyatlik turkum tarafidan chatga qiqilishdan o'zga taqdiriga duch kelmasimi, makon va uning boyliqlari har qanday etnik turkum tarafidan chatga qiqilmay o'zlashtiriladigan obyektdir. Vatanni tashkil qilguvchi ikki omilning bir-biridan ajralib ketishi, bir-biriga qarshi qimmatga ega bo'lishi, tarixni burmalash va yerlik millatning etnik madaniyatini haqoratlashdan iborat g'ayri normallikni jazmlashtirdi. Tantanlik iboralar bilan bezandirilgan bu tarixiy yuzlanishning fojialik mohiyatini ko'rmaslik haqiqatdan mahrumlikdir. Bu fojia uchun fidokorlik qilish sotqinlikdir. Ma ikki jumlani qayta o'qiy. Tantanlik iboralar bilan bezandirilgan bu tarixiy yuzlanishning fojialik mohiyatini ko'rmaslik haqiqatdan mahrumlikdir. Bu fojia uchun fidokorlik qilish sotqinlikdir. Vatan tarixi insoniyatning o'z-o'zini bilish, o'z mohiyatlarini izlash, yo'riqlik va haqiqat ichidagi hurlik uchun kurash qilish tarixidan bir minutmi ayrilmaydi. Bu ulug' insoniyat bilan billa vatan va millatning nuroni iqbolidan g'oyat zo'r mumkinliklarni yo'q chiqarmaydi. Ro'shanki harakat olamning tiniqi, o'zgarish jahonning beqaror qiyofatidir. Mo'jiza, shay'lar va hodislarning chekiga yetgandiki qoyirlib tabassum qilishidir. Tarix har qanday paydo qilguvchi sababning halok qilguvchi sababligini azaldan namoyish qilib kelgan. Shuning uchun Brahman dindikilar ko'p qo'lliq siva ilohini ham olam bino qilguvchi, ham olamni halok qilguvchi muakkal deb e'tiqod qilgan edi. Har qanday millat milliy tarixini, vatan tarixini bilish va buningdan iftixorlanish huquqiga ega. Bu to'limi normal insonparvarlikka uyg'un insoniy huquq qarshidir. Har qanday vositalar bilan bu huquqni bo'g'moq, haqorat demak va burmalamoq
zimin kengaymichiligi va milliy shovinizm alomati bo'lib, umumliq jihatda butkul insoniyatga va madaniylikka zid zo'ravonlikdir. Millatlarga, butkul insoniyatni bir-biriga qarshi qo'yish bilan millatlarni, ularning qarindoshlik va madaniyat turkumlik aloyidliklarini, bulardan tabiiy yo'sinda kelib chiqadigan huquqiy mumkinliklarni inkor qilish vijdonsizlik, adolatsizlik va qasdkorlik hisoblanishi lozim. Bu qoidalar uchiq yo'ruq kuchga ega bo'lmagan joyda so'zlangan muqaddas iboralar sun'iy yasandirilgan soxtalikdan va bu soxtalikning o'z-o'zini oshkorlashidan boshqa narsa emas. Xalqlar orasiga uning ma'lum qismi bilan birlashib olib, uning ma'lum yana bir qismiga qarshi turishni ideya, ruhiyat va diplomatik siyosat qilib edish. Atalmış yiroqdagilar bilan aloqa o'rnatib, yaqindagilarga hujum qilish taktikasidir. Bunda qilmish insoniyatning jaholat davriga xos bo'lib, bugungi kunda onunğa varislik qilish hozirgi zaman jaholatidan boshqa narsa emas. Tarix to'limi uzun musofani besib o'tdi. Uning kelgusimi nihoyatda uzun. İnsaniyyətdəki həqiqi insanpərvər insaniyyətə ayınıb bolanmağan bolsunmu, bu cəryan uşqur vaqtqa əgişib tədrici yüz verməkdə. Aqılanı insanın burçı ötmüş bilən kəlgüsü arasıdaki hazırqı tarixini teximi insanilikə, onun ərki və kişilik qimmətigə layiq qılıb yaratışdan ibarət. Kelgüsünün küçlük məsqərsi bilən mədiyisi xuddi qiyamet günüdeki hüküm ləvhələridək əbədi təkrarlandığan yekündür. Hər qandaq hakimnin səltənət təxti tacı, hər qandaq pekqir məhkumnin qadaylıq hası tabıqı, hər qandaq mədhiyyat yoki haqaret salnameleri bu əbədi təkrarlandığan yekünnin həqiqət türü və müqəddəs küçü aldıda acizdir. Hazırki Avrupalıqlarının bir zamanlarda Amerika indianları, Nigerleri və Eskimoslar üstədəki miltiq doğrusuğa yölənген zorluq zombuluqlarını ayıplaydigan əsərlərinin üzdüksüz meydanğa kelişi aqlanlik və mərdanlıqdır. Aciz xalqları üstüdə yüz bergen mınlığan, onmınlığan nahaqlıqlarının qayta qarab çıqılıdığan pürsüdə bolmay durub, insaniyyət nurani kəlgösüge qadam basalmaydı. Bunu inkar qilish zo'ravonlik mantiqisi və ruhiyatidir. Bunu itiraf qilish jaholatdan uyg'onish və butkul insoniyat tarixining ulug' qudratiga haqiqiy ishonch bog'lash jasoratidir. Markaziy Osiyo xalqlarining eng dastlabki ajdodlari, uning keyingi avlodlari yashab gullantirgan etnik makon, an'anaviy vatan Markaziy Osiyoda maydonga keldi. Mana müşagicha o'qisam, onundan keyin Markaziy Osiyo haqida to'xtalib ketdi. Ondan bu yerda bizning vatanimiz haqida, vatanimizning tog' daryolari haqida mundaq bir qisqa coğrafiyalik tushuntirishlar bor. Shuni bir o'qib beraychi. Shu qadar go'zal. Rayonimizdagi bahaybat tog'lar etaklariga nurg'un daryo va iqillar joylashgan. 260 asosliqi 100 dan ortiq daryoning yillik iqim miqdori 85 milliard 200 million kubmetrdan ko'p bo'lib, Xonqa daryo iqinidan 1.8 hassa ko'p. Yakan, Zarafshan daryosi, Xotan, Yo'rumqosh va Qoraqosh daryolari, Qashqar, ya'ni Qizil daryosi, Aqsu daryolari qo'shilib Tarim daryosini hosil qiladi. Tarim sharqqa qarab iqish jarayonida O'gan daryosi, Ko'nchi daryosi bilan qo'shilib Lopnur ko'liga qo'yiladi.
Tangır dağlarının o'ttira janubidan eqib chiqqan Yulduz, Qaydu, ya'ni Qari shahar daryolari Bag'rash ko'liga qo'yiladi. Luknurga Charchan daryosining sharqiy shimoliy tarmiqi yetib boradi. Keriya daryosi Taklimakonni kesib o'tgan o'tmishini unutib, qulluqqa singib ketadi. Xon Tangri etigidan shimolga oqqan Tekas daryosi bilan Narat cho'qqisidan chiqqan Kunas daryolari, Qosh va Qo'rg'os daryolari bilan hayvatlik Eli daryosini hosil qilib, Qozog'istondagi Balqash ko'liga qo'yiladi. Altay tog'lari etigidan chiqqan Irtish, Tahara, Irtish, Kirin, Burchin, Qoba, Kibek daryolari Zaysan ko'lida bir mezgil tingandan keyin Zaysanning shimolida Up daryosini hosil qilib, Shimoliy Muz okeaniga qo'yiladi. O'runguri daryosi Burultoqay ko'liga, Luklun, Manas daryolari asli izi bo'yicha Oyar ko'liga, Emil daryosi Araq ko'liga, Kuytun va Bo'rtala daryolari Ibnur ko'liga qo'yiladi. Andiyarimizda yana nurg'un parcha daryo iqinlari bor bo'lib, ularning iqin musobaqasi xuddi Urumchi daryosidek bir qadar qisqa. Hürmetli qarindoshlar, bu bölüm yani qadimki madaniyatning coğrafiyalik muhiti degan temadagi bu bölümde vatan haqidagi yuqorqi tushunchadan boshqa mana coğrafiyalik sharoitlar naitimi tafsili ilmiy holda tushuntirilgan. Xo'sh, bugungi asar o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qatimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Birdan qorong'i tushib ketdimi?